Yojiro Rosanam va judayam yovuz qahramon. Jangchi Baki olamida asosiy yovuz qahramon aslida kim? Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega Baki olamida antagonist yoki yovuz qahramon yo'q deb? Buning sababi shundaki, ular dunyoni qutqarib qolish yoki uni vayron qilish haqidagi falsafani ilgari surishmaydi. Ularning yagona maqsadi o'z kuchlarini sinash va kim kuchliroq ekanligini aniqlashdan iborat xolos. Lekin shunga qaramay, ko'pchilik Yojiro Hanmani yovuz qahramon deb Lekin shunga qaramay, ko'pchilik Yojiro Hanmani yovuz qahramon deb hisoblaydi. Ha, to'g'rida akasi. Yojiro Rosanam iflos hayvon, maraz va judayam yovuz qahramon. To'xtang. Agar siz ham shunday deb hisoblasangiz, bekorlarni aytibsiz. Chunki Yojiro Hanmada hech qanday dunyoni bosib olish yoki g'arazli niyatlari yo'q. U shunchaki unga munosib qarshilik ko'rsata oladigan jangchi paydo bo'lishini kutmoqda. To'g'ri, u biroz takabbur va shafqatsiz, lekin bu degani u yovuz degani emas. Bir so'z bilan aytganda, jangchi Baki animasi qandaydir yig'loqi sevishganlar yoki o'ldim, kuydim deydiganlar uchun emas, balki haqiqiy erkaklarni jangini tomosha qilmoqchi bo'lganlar uchun tavsiya qilinadi. Xullas kalom, oxir-oqibat yovuz qahramon kim? Javob juda ham oddiy. Bu yerda shunchaki yaxshi yoki yomon tushunchasi mavjud emas. Faqatgina kuchli yoki kuchsiz bor xolos. O'ylab qaralsa, real hayotda ham hamma narsa oq yoki qoradan iborat emas-ku. Har bir odam o'z kuchi uchun kurashadi. Baki olamida ham aynan shu qonun mavjud. Ya'ni eng oliy haqiqat bu sening kuchingdir. Agar mabodo siz ham mana shu haqiqiy erkaklar ko'rish kerak bo'lgan jangchi Baki animasini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu anime meni profilimdagi Telegramda 8 ta fasli o'zbek tilida mavjud. Tomosha qilish narxi esa atiga 15 ming so'mni tashkil etadi, chunki barcha fasldagi erkaklarga bir o'zim ovoz berganman.